Buxoroy Mir Arab madrasasida ikkita talaba hayit kuni deydi. Birinchi safga o'tirib hayit namoziga chiqib, birinchi safga o'tiryapti. Biroz o'tirsa, qani yo'l beringlar, po'sht qochinglar, yo'l ochinglar desa, Buxoroning amiri Ali davlat arkonlari bilan kirib kelayotgan ekan. Endi oldidan joy berib o'tiribdi. Haligi talabalar podshoh amir o'tirgandan keyin bittasi qitmirlik qilib ataylab podshohga eshittirib, "Do'stim" debdi, hali kursdoshiga "Do'stim" desa, shu podshohimiz Amiril Buxoro agar 1000 dirhamdan pul berganda ikkalamizga keyingi Qurbon hayit kuni o'sha amirimizga bir Xizr alayhissalomni ko'rsatardiga debdi. Hayit namozlar o'qilibdi. Hamma tarqaysa amir bu yoqqa kellaring debdi. Bu yoqqa kelinglar deb boya nima dedilaring? Agar Buxoroning amiri 1000 dirhamdan pul bersa, keyingi hayitga Qurbon hayitiga Xizrni ko'rsatamiz dedilaringmi? Sallitni ham biz etdik. Xazinabon debdi. Labay bularga 1000 dirhamdan ber debdi, tez dedi, berdiribdi. Xursand endi cho'ntagida pul to'layu, naryoqda gamburger, manbarda cheeseburger. Endi xursanda 1000 dirhamni dadasi bermaganda 1000 dirhamdan pul xursand, kunlar o'tyapti, yegan oldida yemagan orqada. Kunlar o'tdi, bir kun bittasi g'amgin bo'lib o'tirganimiz. Narigisi nima bo'ldi senga? Nima xafasan? Hali ham amirimiz bergan 1000 dirhamdan bir 400 yoningda-yu, nima xafasan sen? Ahmoq debdi. Ertaga hayit-ku debdi. Nima bo'pti hayit bo'lsa desa, Xizrni ko'rsatamiz dedi-ku. Amirga ertaga nima degan odam bo'lamiz? Qanaqa Xizrni ko'rib? Voy, shunaqa kun o'tib ketdimi, hayitmi? Endi haligi va'da chiqib o'sha yerda o'tirsa, yana Buxoroning amiri kelibdi. Qochinglar, yo'l ochinglar, yo'l beribdi, boshqa qilibdi. Hayit namozlar o'qilibdi. Endi hayit namoz tarqab ketyapsa, vazirni qitmirligi tutib qopdi-yu. Podshohim debdi, "Mana bu ikkita bolani eslayapsizmi?" debdi tiranchalar. Kim bu desa, oldingi hayitda 1000 dirham podshohimiz 1000 dirhamdan bersa Xizrni ko'rsatamiz deb va'da qildi. Qani Xizrni ko'rsasin endi. Shunaqa gap bo'ladi. Esidan ham chiqib ketgan ekan u. Dunyo davlat tashvishi, xalq tashvishida shuni turadimi? Shu mayda narsa turadimi? Esidan ham chiqib ketgan ekan. Shunaqa gap bo'ladi. Qani Xizrni ko'rsatilsa, haligi talabalar boshini egib turgan. Endi olovga kerosin sepishni boshlabdilar Qitmir vazirida. Podshohim sizni aldasa, siz meni aldasa mayli edi. Sizni ham aldaydimi podshohim? Bu nima degan gap bu? Qanaqa bedodlik bu? Sizni aldaydimi? Bu chorasi ko'rmasak bo'lmaydimi? Jazo qilmasak bo'lmaydi? Agar ertaga indamay kelsa, sizni yana aldaydiganlar ko'payadi. U keyingi vaziri yana u ahvol, keyingi vaziri yana shu ahvol haligi alangalatiribdi. Endi xo'p, nima jazo beramiz desa, birinchi vaziri qani siz jazo tayinlangsa podshohim debdi. Mana agar maslahatimga kirsangiz debdi, bularni terisini shilib, terisidan qop tikib somon tiqaylikda Buxoroning shahriga kirishda darvozaga osib qo'ylik bularni terisiga somon tiqib debdi. Xalq bilsin, podshohni aldashlik oqibatini bilsin debdi. Siz nima deysiz? Ikkinchi vaziri podshohim meni maslahatimga kirsangiz debdi, bularni jallodga topshiring, tanasini mayda-mayda qilib ovchi itlaringizga yedirib yorsin debdi. Uchinchi vaziriga siz nima deysiz desa, uchinchi vaziri aytibdiki, olam panoh debdi, 1000 dirhamdan bu talabalarga oldingi hayitda 1000 dirhamdan bergan bo'lsangiz, sizday janobi oliylariga Buxoroyi sharifga 2000 dirham nima bo'pti debdi. Pulmi shu ham debdi. Meni maslahatimga ko'rsangiz, yana bularga 1000 dirhamdan pul bering debdi podshohim debdi. 1000 dirhamdan. Bular o'qishni bitirib o'zlarini shaharlariga boradi, imom bo'ladi, xalqqa ma'ruza aytganlarda ihson haqida gapirganda albatta sizni eslaydi. Biz talabalik paytimizda Buxoroning amiri Ramazon hayitida bizga 1000 dirhamdan bergan edi. Yana Qurbon hayitida yana 1000 dirhamdan bergan deb sizni alqab sizni shunaqa maqtab duo qiladi. 1000 dirhamdan bering yana. Meni gapimga kirsa, o naryodan bir mana shu to'rada odamga o'xshagan oppoq soqolli mo'ysafid qarsay chalib asl nasl deyotganimiz. Bu yoqqa keling siz, nima bu baqiryapsiz? Nima asl nasl deyapsiz? Kimsiz debdi. Endi podshohim debdi, mana bu vazirlaringizni chiqargan hukmiga qarab hayron bo'lib asl nasl deyapman debdi. Nima dedi desa, mana bu ahmoq tomi ketgan birinchi vaziringizni qarang debdi. Yo'q, birovni musofirchilikda ilm o'qib yurgan bolasini terisini shilib, somon tiqib, aniqqa osib qo'ying deya. Shu ham hukmmi? Shu ham inson ishimi bu debdi.
Nimaga bu xunaqa hukm chiqardi bilasizmi desa, yo'q desa, buni ota bobolari somonchilik bilan shug'ullangan, somon sotardi. Bularga qizig'i yo'q. Odamni terisimi, qopmi, salafanmi farqi yo'q. Shu somonni qoplasa bo'ldi. Qarang, birovning bolasini terisiga somon tiqarmish deydi. Bular o'sha nasli buzuq edi, somon sotardi bular. Endi ikkinchisini ahmoqligini qarang. Hey yo'q, be yo'q, birovni gulday farzandini maydalab chopib itlarga tashlavaringlar. Buni nima uchun hukm chiqarsa, buni otalari it boqardi dedi. Itchilik bilan boqib o'shanda qilib it urishtirish bilan dunyoga xalqqa kelgan. Ko'rdingizmi birovni bolasini itga yedirib. Mana haqiqiy vazir 3-vaziriz debdi. Haqiqiy nasli toza, nasliga hech qanaqa shubha aralashmagan nasl pok, mana shu palagi toza inson, mana shu qarang, oliy janob hukm. Mani haligi gapimga kirsangiz yana 1000 dirhamdan bering. Sizday oliy janobga nima bo'ldi? Nima bo'pti 1000 dirham deb? Mana haqiqiy inson debdi, haqiqiy nasli toza odam. Xo'p, siz o'zingiz kimsiz debdi haligi Mo'ysafidga. Bular sizga Xizrni ko'rsataman deganmidi? Podshoh ko'rsataman degan edi. Mana men Xizrmanda degan ekan. Birodarlar, naslni juda ehtiyot qilish kerak.